Kaktusim ikkinchi qism. Muallif Gulinur. Azizlarim, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Nigora gapini tugatib, qo'lini siltab, Shohruxni qo'lidan ozod qilib, mensimagandek uni yelkasini bir turtib, o'tib mag'rur yurgancha uydan tashqariga chiqib ketdi. Nigora pastga tushsa, go'zal xayol so'lib turgandi. Go'zal uy xizmatchisi, tozalikka javobgar Maryam opa oshxonaga. Go'zal, nega haliyam ketmading? Kech bo'ldi-ku. Nigora opa, sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. So'rayver. Nega tortinyapsan, tinchlikmi? Kecha tug'ilgan kunim edi. Voy, nega aytmading? Tabriklayman. O'tib ketgan bo'lsa ham. Nigora qizni quchib qo'ydi. Rahmat opa, bugun shu yerda qolsam maylimi? Ertaga ijaraga uy qidirib ko'rardim. Qolaver, lekin nega uy qidirasan? Hozir yashayotgan joyingchi? Opa, men mehribonlik uyida yashardim. 18 ga kirdim, endi u yerdan ketishim kerak. Ertalab mudiramiz, bugun narsalaringni olib ket degandi. Men ertaga uy topib keyin olib ketaman. Bugun esa boradigan joyim yo'q. Go'zal yig'lab gapirardi. Nigora unga achindi. Mayli, bugun shu yerda qol. Ertaga borib narsalaringni olib kel. Endi shu yerda yashaysan. Yo'q, men bir kungina xolos. Ertaga ketaman. Shu kun kelishini bilib, pul yig'ib yurgandim. Shunga ijara uy topsam bo'ldi. Go'zal, pul yig'aver. Senga sarpo qilamiz. O'qishingning xarajatlari bor. Bu uyda bekor xonalar ko'p. Birontasiga joylashib olishing mumkin. Opa, xonalar ko'p, lekin xo'jayindan qo'rqaman. Nega qo'rqasan? U seni yeb qo'yadimi? Yo'q, jahllari chiqsa-chi? Nega jahli chiqish kerak? Ular juda sovuqqon, ham jahllari tez. Men uyim karvonsaroymi deb haydasalarchi? Sovuqqon degani yuraksiz degani emas. U ham inson, tashqi ko'rinishga qarab baho berma. Sababi bordirki, shunaqa sovuqqon bo'lib qolgandir. Men bilaman, Shohrux Saidov ota-onasi yo'q, boshpanasi yo'q, kamiga ojiza bir qizni ko'chaga haydaydigan darajada vijdonsiz emas. Shohrux jahl bilan Nigorani ortidan chiqib, go'zal ikkisini suhbatini eshitib qoldi. Oxirigacha eshitib turarkan, Nigorani gaplaridan g'alati bo'lib ketdi. Jahli qayergadir g'oyib bo'ldi. Meni qornim to'q. Shohrux Saidovga kechlik tayyorlab berasan. Xo'p bo'ladi, xo'jayin, nega ketmading desa, nima deyman? Go'zal, buncha qaltirayverasan-a? Nigora opam aytdi, xonasini o'zgartirarkan, shunga yordamlashga qoldim de. O'zim tushuntirishga harakat qilaman, xo'pmi? Qanaqa xona o'zgartirish? Buni ertaga gaplashamiz. Yaxshi dam ol. Siz ham yaxshi dam oling. Go'zal dasturxon tayyorlab bo'lishiga xonaga Shohrux kirib keldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shohrux stolga o'tirib taomlanishni boshladi. Go'zal qo'rqibgina xonadan chiqayotgandi. Shohrux to'xtatib qoldi. Go'zal biroz qo'rqdi. Go'zal, to'xta. Labbay xo'jayin. Maryam opa, qanilar? Ertaga uyga ketarkanlar. Shunga narsalarni tayyorlayotgandi. Nigora opam yo'l oldidan ertaroq damingizni oling degandi. Siz nega Nigorani xonim emas, opa deysan? Go'zal biroz qo'rqdi. Haligini Nigora opam aytgandi, xonim deyishlari yoqtirmas ekan. Men va Maryam opamga xonim demanglar degandi o'zlari. Tushunarli. Men bo'ldi, yig'ishtirib ol. Xo'p bo'ladi. Go'zal chuqur xo'rsinib yig'ishtirib qo'ydi. Shohrux xonasiga kirib, dil titkilab o'tirgan Nigoraga qaradi. Nigora,
unga e'tibor bermadi ham. Shohruh borib joyiga yotdi. Nigora kresloda uxlardi. Doim hozir o'sha kresloda o'tirib, telda bir nimalar ko'rardi. Qachongacha seni yuzingni ko'rib uyquga ketarkanman a? Kim bilan yozishyapsan? Seni sog'indim deyaptimi? Qachon ko'rishmoqchisan? Qayerda uchrashasizlar? Yigitingmi yoki hushtoring? Birinchidan, meni yigitim ham, hushtorim ham yo'q. Ikkinchidan, men kim bilandir gaplashganim yo'q. Uchinchidan, bugun oxirgi kun. Ertadan meni ko'rmaysiz bu xonada. Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Nega ko'rmayman? Har kuni peshonamdasan. Boshga bitgan balodek. Xonamni o'zgartirmoqchiman. Nega meni xabarim yo'q? Mana aytayapman-ku. Keyin men bilan bog'liq hech narsa sizni qiziqtirmasdi-ku. Haliyam qiziqtirmaydi. Xursandman. Seni kamroq ko'rarkanman. Qiziqtirmasin, yaxshi dam oling. Erta tong, nonushta vaqti. Sizga bir narsa aytmoqchi edim. Ayt. Go'zal shu yerda yashab turishini so'ramoqchi edim. Olib qolibsan endi, so'rayapsanmi? Qiziq. Qizni borar joyi yo'q ekan. Uyingizda xonalar ko'p. Chang bosib yotgandan bir bechoraga turash uchun bersangiz savob bo'ladi-ku. Mendan so'rayapsanmi yoki buyruq beryapsanmi? Qanday tushunish bu sizning ishingiz. Ko'chadagi oyimchalaringizga bir kechada beradigan pulingizga bir oy uyingizni tozalab berishadi. Bu qiz. Yordam bersangiz sizni duo qiladi. Ham savobga qolasiz. Mayli, roziman. Oyimcha deganingga uyga olib kelmay qo'yganimga ancha bo'libdi suyukligimni. Chaqiray deb telini olib qo'ng'iroq qila boshladi. Allo jonim, qaydasan? Ha, seni sog'indim-da. Bugun uyimga kel. Ha, endi kelaverasan. Ko'chada ko'rishish jonimga tegdi. Xo'p, jonim, kutaman. Shohruh gaplashish barobarida Nigorani yuz tuzilishini kuzatdi. Hech qanday ifoda yo'q edi. Aslida negadir uni jahvil chiqargisi kelgandi. Bir kunda o'zgarib qolgan qizga qiziqib qoldi. Negaligini o'zi ham bilmasdi. Eshik qo'ng'irog'i chalindi. Maryam uyga ketgandi. Go'zal ochdi. Eshik ortida Elmira turardi. Elmira ertalab Shohruh tel qilgan qiz Shohruhni suyukli oyimchalaridan biri. Xush kelibsiz. Rahmat. Shoh qayerda? Xo'jayin kabinetlarida edi. Hozir chaqiraman. Yo'q, o'zim chiqaman. Unga syurpriz bo'ladi. Elmira shunday deb zinalardan yuqorilab chiqa boshladi. Go'zal kim kelibdi? Nigora opa, jahlingiz chiqmasin. Nega jahlim chiqadi? Nega qaltirasana? Haliki xo'jayinni oldingi Elmira xonim keldi. Kim u Elmira? Xo'jayinni sevgilisi. Oldin ham ko'p kelardi. Ba'zida shu yerda qolardi ham. Ha, ertalab o'shanga tel qilgan ekanda. Menga qara, sen nega qaltirayapsan-a? Sal dalroq bo'lgin. Ammo opa, jahlingiz chiqmadimi? Xo'jayin sizning eringiz axir. Yo'q, jahlim chiqmadi. Menga qizig'i yo'q uni. Rostdan shu xonaga ko'chmoqchimisiz? Nega? Yuqori qavatda ham xonalar ko'p-ku. Ha, rostdan ko'chmoqchiman. Menga shu yer qulay, ham katta. Chizmalarimni ham bemalol chiza olaman. Rostdan ertadan ishga bormoqchimisiz? Ha, rost, bormasam bo'lmaydi. Men u yerda oddiy ishchi emas, boshliqman. Qancha mehnatim ketgan u yerga. Shunday tashlab qo'ya olmayman-ku. Mana xona ham tayyor endi. Kiyimlaringizni tashishimiz kerak. Sen ortimdan anavi katta
qutilarni olib chiq. Shularga solamiz. Qo'riqchilarga ayt. Olib tushib berishadi. Xo'p, opa. Shohrux kabinetiga kirgan payt unga yordamchisi tel qilib qoldi. Alo, eshitaman, Sardor. Assalomu alaykum, xo'jayin. Va alaykum assalom, tinchlikmi? Ha, xo'jayin, samolyotim bugun kechga uchar ekan. Shunga siz bilan ko'rishib olishim kerak. Xo'p, doimgi kafega bor. Men ham boraman hozir. Xo'p, bo'ladi. Shohrux telda gaplashib, kiyinish uchun xonasiga yo'l oldi. Elmira ikkinchi qavatga chiqib avval kabinetga kirdi. U yer bo'shligini ko'rib, to'g'ri yotoqxonaga yo'l oldi. Shohrux kiyimini almashtirib, oyna oldida ko'ylagini tugmalarini qadayotgan payt xonaga Elmira kirib keldi. Salom, Shoh, seni sog'indim. Azizim, deya nozlanib kelib, Shohni bo'yniga osildi. Bunchalik tez kelishingni bilmagandim, go'zalim. Yigit qizning belidan qo'llarini o'tkazdi. Seni sog'indim axir. Tel qilishingiz bilan uchib keldim, deya yigitni ochiq badanida barmoqlarini yurgiza boshladi. Men ham seni sog'indim. 2 kun avvalgi tun ajoyib o'tgandi. Judayam yigit qizni o'ziga yaqinroq tortdi. Undan bo'sa olmoqchi edi. Eshikdan Nigora kirib qoldi. Voy, uzr. Davlat ishlari bilan bandliklaringizni bilmabman. Nima, qo'ling yo'qmi? Yoki eshikni taqillatib kirishni bilmaysanmi? Oho, jahlingiz chiqmasin. Birinchidan, qo'lim bor mana. Ikkinchidan, bu mening ham xonam. Xohlaganimday kira olaman. Nima ishing bo'lsa keyin qilasan. Hozir meni ishim bor bu xonada. Nima ishingiz bo'lsa qilavering. Men xalal bermayman. Shu payt xonaga go'zal qutilar bilan kirib keldi. Opa, mana qutilar. Yaxshi, hamma kiyimlarimni sol. Bitta narsam ham qolmasin. Xo'p, bo'ladi, deya kiyib xonaga kirib ketdi. Shu payt Elmira gap boshladi. Seni Shoh xushlamayapti. Nega haliyam shu yerdasan? Chiqib tur, romantikamizni beliga tepding, dedi nozlanib. Men xushlayapman-da Shohingni. Shundoq ham bu xonadan chiqib ketaman. Narsalarim bilan xohlaganimda kelib bemalol romantika qilishing mumkin. Suygo'yoq xonim. Nima deyapsan? Sen meni suygo'yoq dedingmi? Ha, seni aytdim. Uyalma, yigitni uygacha kirganingdan keyin nima deyishim mumkin? Yana uni haqorat qilma. Men o'zim chaqirdim uni, dedi yigit g'azab bilan qizni qo'lini qayirib. Alam qilyaptimi senga? Qaramaganim. Kuyganingdan xonaga bostirib kirdingmi? Yo'q, narsalarimga kirdim. Hozir bu xonada ifloslanadi. Meni kiyimlarim ham ifloslanishidan avval olib chiqmoqchiman. Oho, shunaqa de, tezroq bo'l. Iloji bo'lsa, menikidan uzoqroq xonaga ko'ch. Shundoq ham o'lib turganim yo'q. Yoningizda ko'chaman deb. Pastki qavatga ko'chyapman. Sizlar faqat u xonani emas, butun qavatni ifloslantiryapsizlar. Men iflos qavatda qola olmayman. Ovozingni o'chir, qizni yuziga tarsaki kelib tushdi. Yigit kuchli bo'lgani uchun qiz yerga quladi. Elmira g'olibona jilmayib qo'ydi. Sen kimni iflos deyapsan? Gapir. Kimni? Sen Elmiramni suygo'yoq dedingmi? To'g'rida, benikoh zino qilib yurgan qizlarni. Sizdan oldin nechtasini qo'yniga kirgan bu farishtangiz. Nigora opa, hammasini solib bo'ldim. Yaxshi, yigitlarga ayt, pastga olib tushsin. Xo'p, hozir chaqiraman. Nigoraning hamma narsalarini olib chiqib ketishdi. Mana xona ixtiyoringizda, farishtalar, deya Nigora chiqib ketayotgandi. Shohrux to'xtatib qoldi.